Assalamu alaykum Şarq Türkistonlik aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasining bugungi yoshlar munbiri Nahmedan suhbat programmasiga xush keldinglar aziz qarindoshlar. Men Farhod Yurunqashliman. Oldi bilan hammanglarni yurakdan salomlayman va Janob Alloh hammanglarga salomatlik, xotirjamlik, barkat tilayman. Aziz qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganinglar Dünya Uyghur qurultiyining Tor televiziyasi. Bir yerde şunu eskatib qo'ygim keldi. Dünya Uyghur qurultiyi tarafidan boshqarilayotgan mushu sizlar ko'rib turgan Tor televiziyasini o'z ichiga olgan butun axborot vositalarining hammasi bir yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki nizomnomasiga, xalqaro qonun ahdnomalarga va o'zdiri o'z turayotgan davlatlarning qonuniga hurmat qilgan asosda tinchlik shaklda tashviqot olib berayotgan markaziy bir tashviqot organi aziz qarindoshlar, buni alohida bir eslatib qo'yishni muvaffaq ko'rdik. Aziz qarindoshlar, biz 2018-yilni oxirlashtirib, ya'ni vatan ichidagi xalqimiz uchun faqat vatan ichidagi xalqimiz emas, vatan ichi va sirtdagi butun Sharq Turkistonliklar uchun balo qazo yili bo'lgan, zulm yili bo'lgan bir musibatli yilni oxirlashtirib, biz 2019-yilga qadam qo'ydik aziz qarindoshlar va bu musibatni ham biz bilan birga egishib 2019-yilga kirdi. Bu zulm hozir ham davom qilyapti. Albatta, dunyoning har qaysi ellarda yashayotgan qarindoshlarimiz, faoliyat olib borayotgan tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatlarimiz hech bir zaman bo'shab qolgani yo'q va 2019-yilga kirgandan buyon yuksak bir fidokorlik bilan, jasorat bilan, yuksak bir ruh bilan, ya'ni dunyo miqyosida olib borayotgan faoliyatlarni, ya'ni mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi olib borayotgan faoliyatlarni butun dunyo miqyosida yanama yuqori bir baldoq ko'tak oldi olib boryapti aziz qarindoshlar va bu yerda imzo to'plash kompaniyalari, guvohlik berish ishlari yanama jiddiy shaklda olib borilyapti va har qaysi tashkilotlarimizning dunyo siyosiy sahnalaridagi faoliyatlarimiz nihoyatda izchil turda yuksak seviyada bunu davom qilyapti aziz qarindoshlar. Buni sizlarga eslatib qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Xo'sh, endi Turkiyaga kelsak, bu Turkiyada hozir nihoyat qizib ketdi. Turkiya hozir qizib ketdi deyishimda men faqat Turkiyaning siyosiy havosini qarta deyapman bu gapni. Chunki oldimizgi kunlarda Turkiyada yerlik saylam bor endi. Yerlik saylam hozir bütün viloyatlarda, bütün noyalarda, hatto yezlarda bu har qaysi partiyalar, Turkiyadagi har qaysi partiyalar bu yerlik saylamninki kampaniyasini olib boradi keng ko'lamda va bu kampaniya jarayonidami Sharq Turkiston masalasi, Uyg'urlar masalasi ba'zi partiyalarninki bu yerda muhim kun tartiblarining biri va ba'zi saylam kampaniyalarida har qaysi viloyatlarda olib borilayotgan bu Uyg'urlar masalasi, Sharq Turkiston masalasi va mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiniki Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan zulm siyosati bu yerda Turkiya xalqiga anlatılıp kilovatı aziz qarindoshlar va Turkiyada faoliyat olib borayotgan bizningki siyosiy faoliyatchilarimiz, fidokor azimatlarimiz bu fursatni qo'ldan berib qo'ygani yo'q, bu fursatni qochirib o'tgani yo'q va mushu yerlik saylam kompaniyasi mushu qizg'an mushu fursatdan foydalanib turib, har qaysi siyosiy partiyalar bilan hamkorlashib turib, bu yerda viloyat bu suvaqqa qaramay noyim yurib, bu yerda Uyg'ur davosini, Sharq Turkiston davosini anlatışıqda işivatıdı, vatan içinde izlivatkan, qo'llanayotgan xalqimizningki sadosini aks ettirishvatıdı ve bularning birimi bizningki Turkiyadagi fidokor o'g'lonlarimizning biri, fidokor yoshlarımızın biri bo'lgan Erkin inimiz. Mana aziz qarindoshlar, ekran oldida sizlar ko'rib turgan, sizlarga tanishlik bo'lgan bizning Turkiyadagi aktiv yosh iqtidorli siyosiy faoliyatchilarimizning biri bo'lgan, aktivistlarimizning biri bo'lgan Erkin inimiz. Xo'sh inim, ataytan vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun sizga alayda rahmatimni bildiraman. Xo'sh keldingiz suhbatimizga. Hoş olduk. Rahmet sizgemi. Hozir hurmatli televizor ko'rishlar, Erkin hukumatimiz hozir Turkiyaning Aydın viloyatida bu yerda shu Sharq Turkiston davosini anlatamiz deb bir guruh qarindoshlari bilan Sharq Turkistonlik qarindoshlar bilan Turkiyaning Aydın viloyatida faoliyat olib boryapti. Biz bu Germaniyaning München shahridagi studiyamızdan bevosita biz Aydın viloyatiga biz bevosita bog'landik va qarindishimizni bugungi yoshlar munbir suhbatimizga alohida taklif qildik. Aziz qarindoshlar, Erkin inimizni hammalar bilasizlar, yaqindalar Istanbuldan Anqaraga piyoda yurish qilib Uyg'ur xalqining milliy irodasini ifoda qildi va vatan ichidagi xalqimizningki yurak sadosini anglatish uchun bu yerga
Atayta Ankara'ya sefer kıldı ve nayta yaxşı muvaffakiyet ünümge erişti ve hazırmı bu seferden qaytıp kelgendikken ama armamni ila olay biraz yetip olay demey yana naimi nayi vilayet yürüp Uygur davasını anlatıdı ve sosyal medyadan bunu her gün körep turvatsa bununla şahit olvatımız. Hoş hüküm, sizni bazı ictimai taratqulardan ve başka qarindoshlarimiz tarafından başqalayotgan to'g'ri televiziyalardan biraz tunudik. Shunda olsun bu Dünya Uyghur Qurultayiniki rasmiy bir televiziya kanalı. Bu yerda sizni bir qayta bir tunusak deymiz. Siz o'zingiz bu yil necha yoshga kirdingiz? Qachon vatandan ayrılgan, qachondan boshlab bu Turkiyada turyapsiz? Assalomu alaykum. Aldı bilen vaqtinglarni chiqarib bizni ziyorat qilganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Alloh rozi olsun ve barliq vatan uchun, milleti uchun xizmat qilayotgan har bir oq septik olsun, oldi septik olsun, her bir qarindoshimizdan Alloh rozi olsun. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizga rahmat. Benim ismim Erşidin Erkin. 1985 yılı Ürümçi'de doğulgan. Ürümçi doğulup 10 yaş yaşımda Pakistan'a çıkıp dini mektepte okuganızda. O yerde dini mektepini okup orlıqda 8 yıldan keyin Ürümçi qaytıp kelgen vatanga. Qaytıp kelip 2014 yılı apam tugab ketdi Türkiye'de. Apam tugab ketdi. Allah rahmet. Meniklik pasportumni başta jitlatgan emasman 2003 yılı. Hemen bir yıl siyasi yap yatqan vatanda. Pasportum jitletdi, pasportni shunda tas olamayni qilib qoldim. 2015 yılı 2014 yılı yılning oxiri shuningla opamniki tugab ketish bahanasi bilan isbot qog'ozlarni akib onikeni yo'lni yurib pasportumni ilib Turkiyaga keldim 2015 yılı 3 aydan. Türkiye kelib hozir 4 yil o'qibdi, 3-chi kelsa 4 yil oldusak. Bu Türkiye'ye kelgilitik chet elga chiqqan vaqtingiz uzun bo'lmabdi, hamda taxi 4 yildan biroz eshibdi. Ama sizningki hozirgi bu fidokorligingizni ko'ryapmiz. Yoshlarga o'rnak bo'lgudek bir jasorat. Aferin. Fikrim masalan siz bu o'tgan yilning oxirida hamda bu Ali Akbar Hojim lardan burun de ular İstanbul'da Ankara'ya yürüyüş qilishdan burun bir 2 hafta burun siz bu Ankara'ga qilgan piyoda yürüyüş safaringizni do'stingiz bilan oxirlashtirdingiz. Siz bu Ankara'ga İstanbul'dan Ankara'ga piyoda yürüyüş qilish fikri sizda qanday shakllangan? Bu fikir qanday o'tirib qolgansiz, qanday paydo bo'lgan, qanday shakllangan? Bunda qish men 94-yili Pokistonga chiqib o'qigan. Özümden kiçigimden tartib ben Pakistan'da 8 yıl turdum. Ailemizde biz 4 bala, 4 devlet taşında çoğ olduk. Hem bu Türkiye'ye gelişti ki bu jaryanni hem de bu nemiş ki bunda xiyal kep kaldı deseniz, benim bu xiyalim kiçigimden battı. Benim 15 yaşımdan tartib, 15 yaşımdan tartib, mende bir xil vatanperverlik degan bir xil munda tuyg'ular battı. Maşallah. Çünkü ben ma to'xtab turing, ma nima bo'lib qoldi ma? Yaqin aytib uchuq, aytib uchuq. Ovozimni aytib uchuq. Davomlashtiring. Ha, ochiqmi? Ha. Uchuq. Çünkü ben kichigimdan tortib, Pokistonda o'qib, kichigimdan tortib men bu ahvollarni jiqadan vatandan teshig'i chiqmagandan keyin jiqadan bilmaydi o vatandagi va bo'lgan ishlarni yurt teshida ve devletning teshida nima ishlar bo'layotganligini vatandagi odamlar jiqlar uqmaydi. Ammo jiqlar vatanga chiqqanlar, vatanning teshidan chiqqan chet davlatlarda turganlar vatan deganning nimaligini, bayrog'imizning nima ekanligini, bizning davlatimizningki asl ismining nima ekanligini chet elga chiqqandan keyin jiqlar biladi. Shundaqmi? Shundaq. Men hamda bu plan qanday olib kelib qoldi desangiz, men kelgili 4 yil o'tdi Turkiyaga. Ben 4 yıldan beri ben nima ish qildim? Pokistonda o'qigan vaqtingiz yolg'iz o'qidingizmi? Shu yolg'iz chiqqanmiz, biroz yatqini urug'liqlaringiz otangiz bilan olib chiqqanmidi? Vatandan Pokistonga chiqqan vaqtingizda. Yaxshi emas, to'xtang. Vatandan Pokistonga chiqqan vaqtingizda siz yolg'iz chiqqanmidingiz yo masalan o'qishga chiqqan vaqtida cho'nglardan biroz olib chiqqanmidingiz sizga? Nima bo'lmay qoldi?
Ama sizin avazınızdan ihtiyaç davamlaştırın. Ha. Ben Pakistan'a özlem yağız çıkan akam billa turdi. Ben billa 2 yildek akam billa turup akamlarımı onun kayını başka şetelge çıkarttı. Pakistan'da özlem yağız tuldum. 6 yildeki özlem yağız tuldum mu ya da. Bu plan qanday bo'lib kelib qoldi desangiz, ben bu Türkiye'ye kelgandan beri bu ahvolga qaradim, vaziyatga qaradim. Men Türkiye'ye kelgan vaqtimda Erkin Asiya radiosi telefon qilib, vatandagi turmada bizning siyosiy bo'lib yetayotgan bolalar to'g'riliq men so'z qilgan Erkin Asiya radiosida. Balkim shu Erkin Asiya radiosiga aqlimiz bilarmikan? Bir so'z qilgan, keyin qarasam bu vaziyat toza yaxshi emas. Uyg'urlarniki bizim bu milletimizniki cıhları bir-birisi kirkitibdi. İkinci ben bir işini kılayım vatan için bir iş kılsam buldu desem hiçbir işini tapamadım. Hatta başka bir hıyallarımı kep kalgan kaldım. Ya ben miyege çıkıp gelsem bulamı, ya ben çıkıp gelsem ma bulamı dep oylagan lekin cıh adamlarniki fikrini anlap karasam mey toktap dure. Ben bu yolunu hata mı kalsam ertegen özümü pişayman qilib qilishim mumkin deb jihiyalardan voz kechib eng oxirida mush qitim yo'lga chiqishning oldida 12 oyning biri yo'lga chiqma deb men to'rga e'lon qilgan 15 kun burun. Shu chog'lardan qarab bu hayotimningki 34 yosh kiribdimi, bu hayotim baxtli navda o'tib ketib qoldi, behuda o'tib ketib qoldi. O'zim dekkatdim, bizningki shu vatanda do'st birodarlarimiz, urug' tuqqanlarimiz, akiflarimiz, singillarimiz hammasi shu bu turmada tursa, shunda azob tortyapsa, ben miyada to'xtab turinglar bir minutda. Hech qisi yo'q. Rahmaydan bo'g'ashqi normal bunda vallahi hech qisi yo'q. Hemen bir qismolsa. Sen gel qilaver o'zi. Nima qiyiktirkan? Mesela avvallar bir narsa avvallar chiqibdi odamni. Hech qisi yo'q, naq maydon bo'lgandiki. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlar ko'rayotganlar Dunyo Qurultayning to'rt televiziyasi. Biz hozir bu Turkiyaning Aydın viloyatida faoliyat olib borayotgan bizning fidokor yigitimiz Ershidin Erkin bilan biz Aydın bevosita bog'lanib, Aydında faoliyat olib borayotgan yerdan naq maydondan suhbatni olib boryapmiz. Shunga biroz albatta nima bo'ldi? Sizlardan uzr so'raymiz. Qani, Ershidin uka, marhamat. Beksat bo'ldi, qat'iy Ya hech qisi yo'q. Bu siz faoliyat olib borayotgan yer ekan, siz Aydında hozir faoliyat olib borayotgan zaldan qatnashyapsiz programmamizga. Meningcha normal, hech qanday ahvol yo'q. Masalan. Evet. Şu oturup bu nimişki benim hayatım nimişki bunda ötüdü. Ben vatanım için, uruk tuqqanlarım için, devletim için ben nimişki bedim. Benim hayatım içinde birkaçlıkta ötepli ölüp gidemem mi? Digen muşunda kallam beni kallamı bek uzaktım beri kavagan. Lekin ben hiç mi kılamadım? Hiç mi kılamadım? Ayak karsam ayakta bir sıçtırdı, miyak gelsem miyadım bir sıçtırdı. Aş iştirilip de şirkettim. Toxtab tura dep ahir özüm gözüm dansaldım. Ben neymiş ki bularını ki gepini anlap bularını ki xudu ben bular için iş kıldığandaki iş kılmam. Ben iş kılsam vatanım için iş kılmam. Ya ben özümden menfaatini yapım, sen beni közlep kılmayma kılsam özümden vatanım için iş kılmam. Dep şunun olan torku elan kıldım. Ben bilim mağdığalla bağımı dep. Ben şunda mağmakçı dep. Torku elan kıldım, bir neçe dostlarımız bizim bilim mağımız dedi. Lekin ulanılmış çıkıp kaldı. Onun kenardan ben toldum bizniki aşı akaçlarımız aşla hemmisi dua vay pek yaxşı plan qıpsız pek yaxşı yaptı dep degende mangaylıqda andaylıqı nima medet nima ruhi jihatdan andaylıqı nim qilgandan keyin qo'llagandan keyin men o'zimlikda bir xil his qildim lekin jiq odamlardan yomon ta'sirlarmi keldi menga yomon qarshilik bergan ta'sirlarmi bor nima qilmadim ularni bu gaplarni nima qilishning o'rni yo'q. Shuning bilan yo'lga chiqdim. Yo'lga chiqib yo'lga chiqmaydigan kuni 2 kun burun men Twitter'dan to'g'riliq, yo'lga chiqish, vatan da'vosi to'g'riliq yo'lga chiqish nimadan birini yozib, men to'g'ri chiqargandim. Chiqarib, ana keyin 12-oyning biri yo'lga chiqdim atdeganda. O kuni bir ish olib ketib, putam qayerlik ketdi. Putam qayerlik ketib Putam qayerlik ketib, şunun bilan
Şunda bek ağır ketdi putum. Ağır bir yaktan şeytanım dabatıda nimiş kılsa ya 500 kilometre yolunu nimiş kılsa bir kazanın putun ağır dep manga meyse degende şöyle şeytanım bir yaktan anda küş ketdi. Ama şu ağırgan sıraylık göz aldımga vattandaki aşı bizninki birodarlarimiz, tuqqanlarımız aşılar mening göz aldımga kebaldi. Aşı Allah bizning razı olsun. singilimiz Aferin. aşı meyli mening singlim bo'lsin, meyli mening singlim bo'lmasin. O bir Uyg'ur, mening qinimdan bo'lgan qizolar, bizning dinimizdagi qizolar, bizning millatimizdagi qizolar, och qizolar meningmi ocham bo'ladi. Hem meningmi namusim bo'ldi, meningmi vicdanım, hammamizning vijdonining namusi bo'ladi. Elbette. Ko'z oldimda kekatli ashlarni majburiy to'y qilgan, tajovuz qilgan ishlarning hammasi ko'z oldimda kekatdi. Xuddi men ikki mo'ram, ikki ta bayroq qo'ydim, a bayroqni ko'tarib olib Xitoydan mingsi sanjib qo'ydigandek bo'lib ketdim bir xil. Anda hayajonga ketdim. Aptam ağrısımı boldular, ağrısını boptum. Ularning shunchalik zulm tatgan yerda meni putamning og'riqqa nimiti erishdim, sen bu nima deb jugardim. Buning hammasi Alloh shohidku, jugardim aşağıdan. Jugardim. 30 kilometrdek jugardim, jugurab yana normal jugurab, bek ishtikman emas, normal jugardim. Shunda qilib 2 kun bo'ldi, 2 kunning ichida mening maqsadim bu çepenliklerini, şu Türkiye'de turganmış bütün Türklerin dikkatini tartıştı. Müşlerine dikkatini tartıştı. Ben Allah'a tevekkül kıldım. Niyetim dürüst oldu. Niyetimde yaman kılmadım. Allah'a tevekkül kılgallıkımdallah. 2 günün içinde 650 bin adam meniki müşü çıkargan nesemini görüptü. 2 günün içinde. Allah razı olsun. İki gün- Allah razı olsun. Ani kendi Kocaeli diye yer geldim. Kocaeli kep boğuçılık karşı net teşkilatına telefon kütüp oldu. Ayrım teşkilatına. Vay bizsini kütüp aldı diyen, vay bizsini kütüp aldı diyen tıktıp. Aşında ne kıldı? Kütüp ertesi gazetlarga, televizyon kanallarga verdi. Şuna devam etti. İslam ani kendi bana 3. günü ani kendi zulp kaldı ağıyla battı meniki. Benim 15 yıllık ağıyla buludu vatandan tatbili oynaydık. Bununla her vakt değiştik. Biz ada bizim hayatımız mışında ötep kitemdi ya. Biz nimini köymüdük, nimini kımmıdık. Ya biz bu ölüp gelsek bu Allah'ın oldu da bunun hesabını vermemdik. Bizden aşağıda aşında kıyırında istemek dışında zulüm varsa Xitaylar bizi bek ahmak kıvetti, bek sarang deyip gitti. Biz bir iş kısak buldu deyip baştan ahir değişip kek. Hoş. Ağır ama inisi askerlik yapmak çıktı. İnisini yol tutup geldi 3 günden keyin yetip geldi. Biz geçerdi. Kep bunu görüp ben hoş oldum. Şu yolda bana gitmediğinde neçe dostlarımız kıfırıp medet ediyor bana. Ada bu karanlıklık açından oldu. Şunda yaxşı gaplarni qilib, aş Avropadagi ballar olsa, Xalmira ya başqa dostlarımız mezunlardan aşlar degan qilib, azallar xat yozatdi, voy Allah razı olsun deb. Biz oylagan, men özüm oylagandimmi, altığını Allah bana gösterdi. Ben şunu bilip yettim bu minishdan keyin. Şunu bilip yettim ki ata-onaning duasını algan, xalqning, millatining duasını algan adam çoxum bunu rivoj topdi ekan. Ben özümde şunda hoş oldum, şunda bek hayacanlandım. Nisbatısını şunchalik adamlar bana dua qilyapti. Gerçi yenimde bo'lmasimi, ya telefon ya bo'lmasa Facebook'ta yazıp dua qilib, shundan qilib bek hoş oldum. Allah Taala meni yo'lini bundan qilma bek ichib berdi. Allah razı olsun. Ankara'ya Allah'ın razı olsun. Ankara'ya bardık. Hoş. Ankara'ya bardıkken o yerda Mavi Ülke Ocak Milletçi Partisi'ndeki başlığı olan olacaklar olsunlar. Onunla görüştük, onunla Devlet Bahçeli bilen görüştük. Adın kendinden Mavi Büyük Birlik Partisi de çok nimut teşkilat var. Aşniki başlıklısı Mustafa Desici başlıklısı görüştük. Onunla kendinden Mustafa Bey Antalya'da başka mangaylı desek bu manga Türk oğlu bakmaydı. Bu dağlarını bundan bir vergen bile akmaydı öyle çünkü bizim ayar bir menç adam ülavasa ben lazım manga
davamlıq ben bunu anlatıma dep qılsam, Hı. hiç kaç adam anlatıp bulamaydım. Hı. Yakından bizim kollab gelgen dostlarımız mı geldi, kollab ha bizim yanında bağda alim cennet ağıtımıza dedi, o alımı geldi. Maşınını bulup ememiz tan özümüz çıkarışıp, özümüzün yeniden çıkıp Samsung hazır geçe aydında biz 7 şehirge bardık. Hı. O 7 şehirge berip hem bağa yerimizge televizyon kanalları, gezitlarga ne söz kıldık, onun keyniden televizyon kanallarında söz kıldık, yerlik televizyon kanallarında. Onun keyniden aşağıdaki halkını yığıp 200 kişilik, yani neçe min kişilik aşındalık zallarını kılıp aşağılarda nimelerini kıldık, söz kılıp bizden Şarkı Türkistan meselesindeki davalarını anlatıp kıldık. Bir kişi olsa bir kişi, 10 kişi olsa 10 kişi, 1000 kişi olsa 1000 kişi, hemmisiga anlatıp geldik. Bir bağın şehrimizde 3-4'ten bizden bir orlaştırgan programımız buldu. Şunun qarıtını qıp geldik. Allah razı olsun Allah sizin ve Zulfikar yenimizden. Hakikaten biz bu körep tutuq. Türk matbuatı yaman yaxşı çoğun bir tesiri oldu bununki. Nurgun gazetlerde hatta ulusal kanallarda, ulusal gazetlerde köp elan kılındı. Hakikaten suyunduk. Sizinki şu neme jaryanında şu siz ve Zulfikar yenimiz bu İstanbul'da Ankara'ya yürüyüş jaryanında sizlerge köprek bu yarı yülekte bolgan yoki sizlarga hamkorlik chiqqan sizlarga bilan ega chiqqan asosiy partiya va yoki tashkilot qaysi endi sizlarniki? Bu mundaq ish. Hı. Biz chiqqan chaqda bizden so'rgan adamning hammasiga biz bir dernekle bile emas, ya bir vakıf bile emas, ya bo'lmasa bir partiya bile emas deb hammasiga shunda deb keldik. Çünkü bu demisimi bu bizniki Şarkı Türkistan'ın davası bir derneknin, bir partinin, ya bo'lmasa bir vakıfniki meselesi emas. Elbette, Bu elbette. Şarkı Türkistan'daki meselesi Elbette. ben bir vicdan egisi. Ben benim kulağımda tomurumda ekvatkan kan Türk'ün kını. Benim dinim Müslüman, İslam dini menik İslam, benim dinim İslam. Ben bir insan diğerlerinki davası. To'g'ri. Şununla bağa yerimizin hemmisiga muşunu dep keldik. Çünkü bu Türkiye'nin siyaseti onu bilisizler. Bu yerde işki siyasetlenme bek kolaymakançılık. Şundak. Şununla biz bağlanıp kalsak olmaydı. Bir Elbette, teşkilatka, bir dernekke, ya bir vakıfla bağlanıp Doğru. kalsak, bu yolunki aldığını biz yapmayamayız. To'g'ri. Şununla biz bulardan nim qilib o'zimizni mushunda davarimiz, mush davada mangvatimiz biz bir inson bo'lganligimiz uchun, shu zulmni o'z ko'zimizda ko'rgan insonlar bo'lganligimiz uchun, shuninga biz bu davoni qilib mangdiq deb hamma yerda mushunda deb kavatimiz. Bu nayt to'g'ri. Bir şey shuni eskartib qo'yganba, bu nayt to'g'ri dedingiz. Masalan 1949-yil bizniki milliy ustozlarimizdan Mamtun Bug'ra bilan Aysa Yusuf Alitdikillar hijrat qilib chet elga chiqib 50-yillarning boshida Turkiyaga kelganda bekitgan bir siyosati bor. Hazır şu siyaset geçerli. Biz özümüz turvatkan devletlerdeki her kaysi siyasi parti bilen boğan musabını saklaşımız gerek. Okşaş musabıda buluşumuz gerek. Bir parti bilen birleşip yan bir parti hücum kıldıgan veya ki özümüzde malum bir partinin ki özümüz turvatkan devletlerdeki siyasi partilerin ki bir nemesi süpütede nem kılmay hem okşaş muamele kılıp bütün partilerin, bütün sivil toplum kuruluşlarının ki kuruluşunu istaşlığına kol keltirişimiz gerek dediğin bu tüp prensip. Siz bunun ayeti yaxşı dediniz, yaxşı bir hakikaten yol tutupsuz hem de. Bu sizin gibi namayişler geldi mesela Zulfikar yenimizle kalınızda en çok tesir neçe gün bandınız? 20 gün bandın oldu değil mi? 20 kalınızda en çok tesir kılan neslim buldu hem de. Biz İstanbul'da Ankara'ya 11 gün mangdık. Ankara'dan keyin hammasiga mashinalarla mangdik. Hozir birinchi slavasi bilgan oyning qanchasi 9 ma? Bilgan 10. Bir ay 10 kun o'tdisak. Aşı bir çıkan payda sizler hazır içindeki yo'lab qaytmadinglar. Aşı seferini davamlaştırırsınız hazırgacha, shunday mi? Allohda bir mashinaniki chaq yozib bo'lgandan mashinani yangi ishlaymiz deb İstanbul'a bir berip, bu yerda bir faaliyetlerimiz vardı. O yer qatnaş etip yana mındaq qism mangdik. Yani qayt mangvatimiz. İstanbul'da 2 kun turdik. Shu paytda mangvatimiz. Buningdagi eng chong ta'sir qilgan ish nima desangiz
Biz neçe vaqtdan bir-birsimizni Uyg'urlar uyg'onmaydi, voy Uyg'urlarni uyg'otayli deb beka vaqti sira kutdik. Nemişqa desangiz, siz bir amaliy ishni qilib, biz mushu yo'lni mang'yapmiz. Ma ishdan biz natija olib chiqarmiz deb bu amaliy yo'lni mang'andan keyin, amaliy ishni ko'rsatib mang'andan keyin bu millat aşı ishni ko'rib turib, aning keynidan uyg'onadi. Bu biz İntayın doğru. Ha. Biz bu özümüzde uyg'otman deb kunda uyg'urcha so'zlab, bu yerda programlarda kunda uyg'urcha program qilib, bir-birimizga anglatganning hech qanday foydasi yo'q. To'g'ri. Buni zaten 75 yildan beri bu Uyg'urga anglatib kelyapti. Bilamiz uni bir-birimizga anglatmasakmı bu Xitoyning bu tajovuzchi pastkash Xitoylarning bizga qanday zulmlarni qilganini, bizning sing'illarimizga, qizlarimizga, otalarımizga qanday buzg'unchiliklar qilganligini biz ko'zimizda ko'rdik. Shunday. Buni bir-birimizga anlatishimizda o'rni yo'q. Buningga çoğ biz 10 yaşdan 80 yaş kirgiçe adamdan 80 yaş kirgiçtirga 17 yaş 60 yaş kirgiçe adamniki hemmisiniki boynuniki qarz var. Buni ado qilish kerak har qanday birisi. Shunday. Bizning ota-onamiz, bizning bovularimiz bizga aşı xatoliklar bilan bizga qo'yib qo'ygan bu Xitoyning zulmini biz buni davo qilib, biz buni yana ashlarning xatoligini yana biz davom qilib mangsak, biz avlodlarimizga qo'yib qo'yamiz. Biz uçak avlodlarimiz qanday yuz kelamiz? Mava bakiliqi to'lamalar Turkiyaning nimalarda so'zlarni beribchi, ma o'zimnikidan vaqirab ketmayotganman. Ma içimden chiqib qo'yib patlab turgan bo'lib qoldimcha, men xato tushaman akachim. Yo'q, bu hozir sizni apirin haqiqatan xursand bo'ldim men, chunki apirin sizga haqiqatan gapingizni ayt mantiqli keldi, aytdi. Chunki siz umumiy bir yerda nima qilgan bo'lsangiz, umumiy yerda vatan ichida ezilayotgan millionlagan xalqimiz jazo lagerlarida azob qo'yayotgan xalqimiz ko'z oldingizga kelganingiz uchun albatta bu yerda biz hissiyotlarimiz, g'ururimiz biroz kuchaydi, ba'zida biroz vaqirab solamiz. Bu normal. Chunki vatandagi ichidagi xalqimizningki beshig'i kelgan kulfatlar hozirgacha bugungi asrda 21-asrda hech bir millatning beshig'i kelmadi. Bunimiz sizningki yo'llarda bu anlatayotgan nimalaringizdan anglab kelyapmiz, ijtimoiy tarqatib qiladi. Alloh razı olsun. Haqiqatan to'g'ri dedingiz. Masalan, siz hozir 34 yoshkansiz, yosh hamda haqiqatan bulupmu o'tgan yildan boshlab, buni oldingi yillardan boshlab muaciretlik qarindoshlarımızdan içinde mayli Türkiye'de olsun, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, yoshlar hareketinde ciddi bir canlışma. Mesela siz deb o'tdingiz bayqa o'xshash, biz quruq gap qilmay, avval o'zimizning bir fidokorligini ko'rsatgandiki, o'zimizning fidokorligi orqali boshqalarni ta'sirlantirsak, boshqalarning qo'llashiga erishir ekanmiz dedingiz. Bu intoyi to'g'ri degan bir gap, intoyi to'g'ri bir tasbit deb qarayman va siz şu İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş qilgandan keyin, buni muvaffaqiyatga oxirlashtirgandan keyin nurg'un xalqimizning, nurg'un yoshlarimizningki qalbida taqib turdingiz. Bu nihoyatda to'g'ri dedingiz bu jihatdan deyman. Siz yoshlarimizga nisbatan qanday bir tavsiyalariniz bor yana? Masalan, qanday yurak so'zlaringiz bor dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan yoshlarimizga nisbatan? Bundaq ish aka. Xo'sh. Men o'zimni bak nomus qilaman. Bak nomus qilaman. 4 yil oldi. Ma 4 yildan beri erkin davlatda men erkin nafas elib, xalq yerimga ketib, xalqimni yeb, xalqimni ichiyapman. Hammamiz shu. Vatanda nim bo'layapti. Nim bo'lib ketib qoldi. Kunni anglayman. O'ylabdi, olimimiz o'ylabdi, ma qizimizni Xitoy mundaq o'tibdi, andaq. İnşallah. Bir ish qilamayapman. Allah razı olsun Fukar, yani Allah ulug'. Qilamayapman. Men buningdan mamnun emas. Men bu qilganimdan hargiz faxrlanmayman. Allah mening mush qilgan gunohlarimni kechiradi deb men mani o'ylayapman. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qarang aka, biz miyada bunda yashayapmiz. Biz miyada bunda yashayapmiz, erkin yashayapmiz. Birisimiz odanlik, birisimiz bedanlik, yana birisimiz vaqif. Ey, unda qilishmayli. Meyli qandaylik qilayli, biriga kelayli, bu bizning birlashadigan vaqtimiz. Ayrımçılık qildigan vaqtimiz emas, nomus qilayli.
Numus kılaylı. Çoğullarımız numus kılaylı. Erkeklerimiz numus kılaylı. Kızlarımız cenede çıkıvatıdı. Ha? Kızlarımız aşından ballarımız ya küçük ballar toğlap atanesi yok ölep gitip vardı. Ha? Kızlarınki darı beri hamil kılışından toxtu tuttu. Hemmeni anlap turvatısılar, hemmeni bilip turvatımız. Ha? Uygun oğutma, an oğutma, man oğutma da bir minç pulunu ekepsem yok ya kaysiyetisler. Aç pulunun ornuğa, aç nurgulga yaş ballarımız var. Açlarını yaxşı terbiyelitip tıksa, her kanda cihetten, ilim cihetten bolsun, her kanda cihetten terbiyelise, vatan üçün bir iş kısa, bunun önümü bulmandı. Ya, tişini kaptı, tişini kaptı. Ağanın 5 balısı varken, ma'nın 3 balısı varken. O kosak diyeninin bir ketkili buludu. To'g'ri Ben deysiz ukam. atanısız yaşayacağım. To'g'ri deysiz. To'g'ri deysiz. Xotinsız, balısız yaşayacağım. Ama vatansiz yaşamak çatak işe akabı. To'g'ri deysiz Bu Arshidov ukam, siz degandek bu 2019 yilni birlik yili, so'ygi yili, o'zaro qarindoshlik yili, muhabbat yili va hamkorlik yiliga bo'libmi siz degandek ittifoqchilik yiliga aylantirishimiz kerak. İnşallah hammamizning orzusi shu, chunki siz deb o'tgandek Arshidin inimiz deb o'tgandek biz hozir xalqimizningki beshiq kelgan kulfatlar. Arshidin inimiz bir qisqacha bayon qilib o'tdi. Hammamizga ma'lum, biz millat sifatida o'rnimizdan dast turadigan, biz o'zimizningki shaxsiy manfaatlarni ikkinchi o'ringa qo'yib qo'ydigan, millatimizningki yuksak manfaati uchun, oyada zulm chekayotgan xalqimizningki ohu zarlari uchun millat sifatida o'zimizning ichidagi butun shaxsiy nimalarimizni tashib millat sifatida dast turadigan bir vaqtimiz. Haqiqatan mana Arshidin inimiz hozir shu o'tgan yilning oxirida Istanbuldan Anqaraga Zulfiqar inimizdan safar qilgan, safarini piyoda safarini davomli oxirlashtirib, yana hozir to'xtamay bu Türkiye'deki yerlik oldimizdagi kunlarda bo'lgan yerlik saylam prosesidan foydalanib, uning havosidan foydalanib, har qaysi shaharlarda, Türkiye'nin har qaysi viloyatlarida, noillarida hatto to'xtamay tinimsiz berib bu Uyg'ur davosini xalqimizning yurak sadosini anglashga qilishib kelyotdi. Arshidov ukam, masalan siz shu nimani mayli safarga yurish qilish jihatdan bo'lsin, hozir masalan faoliyatlarni davomlashtiryapsiz. Siz hozir Oydindan bizning bu programmamizga qatnashyapsiz, Oydin viloyatida. Birat to'salg'uga, birat besimga, birat tahdidga duch keldingizmi yoki hukumat tarafdan, partiya tarafdan boshqa? Birat to'salg'uga duch keldingizmi hozirgacha, birat to'salg'uga? Anladınız mı? Ya emdike kılın ama emdike kılın. Ya Fıkam, hazır mesela siz piyada yolga çıkandan tartıp hazırgacha bu davamlaştırıyorsunuz faaliyetinizin har qaysi viloyatlarda nimalarda. Siz bu jarayonda bir to'salg'uga yoki bo'lmasa besimga duch keldingizmi? Hukumat tarafdan bo'lsin va yoki boshqa nimadan? Xitoy tarafdan meniki oldingidan bir Facebook'um bordi, uni itibatdi, Twitter'im hozir ichilmayapti. Anakayının bir iki qitim telefon geldi, numara çıkmaydigan telefondan geldi. Quruq tekti silip, kulağından kelganini qil dedim. Mening jinim ketib, men o'ylab ketib, vatanim qutuldigan ish olsa, unday ish olsa yaxshi, lekin men o'lsam mening jinim uncha kelgim yetmaydi. Alloh shukri, undan boshqa hozir bizni qo'llayotgan meni hozir Türkiye'ninki 85 milyon nüfus olsa, yok degan chog'da 15 milyondan jiqroq odamlar hozir meniki bu nimamni ko'rib bo'ldi. Bu yurish qotqinimni har qanday bir yerga borsam, har qanday bir soqchilar ko'rsimi, menga ko'z qarashi boshqacha bo'lyapti hozir. Yaxshi, ya'ni ko'z qarashi. Mening pasportim bor. İqomatga boshirib qo'ygan. U chiqyapti emasmi? Chiqyapti. Hozir bizni hozir qo'llab kelayotgan, hozir maxsus bizni qo'llab bir program qilganchi. 20 ming kishilik bir program. Twitterda bir uy ichib, maxsus birla vaqtda hammamiz o'xshash bir programni tang taqdimiz. Masalanga degan Doğu Türkistan'da mancha adam ya türmek etilibdi.
degan aşında bir xabar olsa, aş bir xabarni aş 20 ming adam tang bir vaqtda atadi. Aferin. Biz hozir qo'llayotgan Büyük Birlik Partiyasi bor. Bu Milletçi Hareket Partiyasi bor. Onun kendi yaşlar teşkilatları bor. Muşlar qo'llayotgan muşlarniki akib yig'ib akib shu 20 ming adam hozir saq hammasi o'quvchi bolalar, yosh bolalar tashkilotdan chiqarib bergan. Onun kendi onun da boshliqlarmi bor. Aşılar nim qilmoqchi hozir buniki program biz bu nimani ochmadik. Sayfani ochgandan keyin bizning maqsadimiz o Sharqiy Turkistonning masalasini mayli Twitter'da olsa, mayli nimada olsa birinci o'rinda tutish. Balki sizlar ko'rayotgan bo'lsanglar mumkin kunda hozir Doğu Turkiston, Doğu Sharqiy Turkiston deb chiqadi Facebook'larda. Shundoq. Twitter'lardami shu, Instagram'dami shu. Maqsadimiz buni har kun shuna birinchi o'rinda qo'yib, insonlarning, bu Türk milletining, bu dunyo xalqining bu Doğu Türkiston, bu Sharqiy Turkiston degan ne zodi deb zeriktirmoqchi. Aşında zerikib to'xtab turam, ana meselesi bir bularmi inson. Bularniki sen hozir musulmondachilikni, turkchilikni bir qarab qo'yib tursak-ku, bu yerda inson nimelik bor. Bu Hristiyan bo'lsin, musulmon olsun, Türk olsun, her qanday millatning bununla bir ko'ngil bilish nimasi bor. Shundoq. Çünkü bizniki bunu da çıkarıyotgan nurgulga adam ölavatdı, balla ölavatdı. O bu da bu haberler çıkıvergandan keyin bu insonlarni to'xtabdi. Bununla biz bir tepki beraylik deb, bununla qarshi bir nim qilaylik deb, ko'z qarashda bo'ladi. Bizning asas maqsadimiz shu. İnşallah bizniki buningdan jiq maqsadlarimiz bor. Uni men bu yerda deb sizlarga deb qilganning foydasi yo'q. Men qilib ko'rsataman. Ben burun quruq gapni qilib, bunda yurib ekanman, hamda unda xatolikni qilmayman. Nima qilsam qilib. Aferin. Hakikaten mesela mana sizlarga o'xshash arshinimizdek pidokorlik inillerimizden, jangchilarimizdan, kurashchilarimizdan kuchli pidokorlik, yuksak darajada pidokorlik ko'rish natijasida o'tgan yil 2018 yılı bütün dünya miqyosida mayli BDT'de bo'lsin, Yevropa Komissiyonida bo'lsin, Yevropa İttifaqı parlamentida bo'lsin, Amerika Avam Palatası, Kengash Palatası bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, İslam ellerinde bo'lsin, Xitoyga nisbatan intayin qattiq bir besim shakllandi. Ve bu Xitoy bu besimga dastlab parvo qilmagandek bo'ldi. Voy bizda jazo lagerlari yo'q, kasbiy tarbiyalash o'rinlari bor deyishga boshladi. U keyinni qo'pab, hozir majbur qilib dünya cemaatçiliğinin qattiq besimi asasen mecbur kılıp o'tgan hafta bir muncha chet ellik diplomatlarni va chet eldagi ba'zi donliq axborot vositalarini, agentliklarniki muxbirlarini Sharq Turkistonga olib, bu yerda o'zlari yasab qo'ygan, chiqqanini tayyorlab qilib yasab olgan atalmish bu yerdagi kasbiy tarbiyalash merkezlerini ko'rsatdi, yolg'on o'zi yasab chiqqan manzilni, ammo buningga dunyo jamoatchiligi ishonmadi va berib kelgan muxbirlar Xitoyning chavosini chiqib yeyib hozir bu yerda yolg'on bir manzilni o'zlariga ko'rsatganligini, chunki jazo lagerlarida yetib chiqqan o'nlarcha, yuzlarcha shohidninki deganlari bilan Xitoy hukumatining bu bizga ko'rsatgan bu manzara o'tirsida osmon zamin farq bor. Bu yerda Xitoy bir yolg'on manzilni yasab chiqib, bu yerda dunyo jamoatchiligining ko'zini aldashga tirishyapti dedi. Ammo chet el masalan o'tgan yilning oxirida 15 g'arb davlatiningki Beijingdagi elchixonasi Xitoy hukumatining ataytni Sharq Turkistonga bir sherdagi jazo lagerlarini tekshirishni talab qilganda Xitoy rad qilgandi. 2 oy tayyorlik qilib oldi Xitoy. Bu oraliqda ba'zi voqealar bo'ldi, sizmi olgansiz. Jazo lagerlaridagi simptosatlarni yolg'onda elib o'tibdi. Ba'zi Uyg'urlarning ishkir o'lkadagi türümlerge ötkede ve bütün Uygurlarga, jazo lagerlarida yatgan Uygurlarga bir-birlab tanbih verip bir chet el muxbiri kelib qolsa, diplomat kelib qolsa, sen burun bo'lgan ahvollarni demaysan deb yolg'ondan bu yerda kasbiy tarbiyalash maktablarida bütün adam ijarab turgan bir manzarani chiqarib dunyo jamoatchiligini aldashtirishdi. Bu mu yani dunyo jamoatchiligininki qattiq besimining bir unum berayotganligini ko'rsatadi. Chunki biz sabab qilsak, g'ayrat qilsak, Cenab-ı Allah bunun barakatini berdi. Biz uxlab yatsak bu herkes bir netijaga erişemeyiz. Çünkü her qanday bir natija qurban berish pidokorlik orqali bo'lgan narsa, bo'lib erishdin. Erkin inimizga o'xshash ve hozir pidokorlik ko'rsatayotgan boshqa bizningki inillarimiz ve boshqa qarindoshlarimiz o'xshash amaliy ish qiladigan vaqtimiz hozir, amaliy pidokorlik ko'rsatgan vaqtimiz ve bunun natijasini cho'qim olamiz ve Allah qetidan bunun mukofotini cho'qim olamiz deb o'ylayman.
Arshnev aka, haqiqatan ayt obdan bir söhbət qıldıq. Çünki siz bilan uzunroq söhbətləşəl desək, siz hazır Aydın vilayetida hazır, Türkiye'nin Aydın vilayetida hazır baytaq davani anlattınız. Bizil söhbət ötküzüşdən burun aşağıda yana şu xalqımızdan izləyətqan xalqımızdan yürek sadasını anlatıman deb baya yığında və yığın aralığında çıxıb bizim programımızı qatnaşdınız. Manda iş aka. Xoş. Mening necha yig'iz gapim bor. Xo'sh. Men uzoqdan beri bonim qilib boqmadim. Xoş. Agar vaqtinglarni olib qo'ymasam, men 5 minut Albatta, mərhəmət. Xoşulumuz, xursand bulumuz. Mening yoshlarimizga, bu millatimizga, shu akalarımızga Xo'sh. deydigan gapim. Biz o'zimizniki qilgan ishimiz bilan xalqni ta'sirlantira olsak, bu millatni o'g'ita olamiz. Shunday. Biz qilgan ishimizdan bir unumini ko'rmay turib, xalqni o'yg'itaman deb uyg'otmasangiz, uyg'onib bo'ldi. Na vaqtdan beri uyg'onib bo'lgan. Shunday. Shu qanday uyg'onish, bu yo'lni qanday ap mingish. Haqqimni xo'shaqmaydi, hozir bir ishni qilib, qilsa uniki bir unumini ko'rmay, qarsa o'ttirdim bir ishni qilmayli, oyoqdan bir-birsidan gap tepatgan, akap mantillatgan, makap antillayotgan, kimga ishonishini bilmay qoladi masadda millat. Shunday. Ma bizning yoshlarimiz kallis qiyiqtidi. Shunday. Kimga ishinay? Aning ishlaymi, maningmi yoki palonchigimi? Kimniki rost ekanligini uqib bulamay, oxiri voy baldilar deblar, tashdid qildi bu yo'lni. Shunday. Unda qilmayli. Bir-birimizni tilganning o'rniga 2 rakat namoz o'qib, Allohdan tilayli. Aferin. 2 rakat namoz o'qib, Allohdan bu gapni sizga demayapman, juma aka siz Yo'q. Elah qozog'arimiz tavsiz ishni qo'rqmaydi qo'y. Bizning unda bir endişimiz yo'q. Estağfurullah. Sizlar. Nayt obdan sözüldünüz, hakikaten obdan sözüldünüz. Hammamizning yurak so'zi albatta bu. Shu g'ayvat qilganning o'rniga falon jajim ani qipti, pakon jajim ani qipti deb tillab, atayin kashkichi Uyg'urning yiniga tortilib, mani qilib deb yo'q ishqa yo'q dasmini silib ayada pulni isrof qilmay, pulga bolalarimiz bor, bolalarni tarbiyalayli, bizning istixborot yo'q aka. Biz 20-30 yıldan aldırki resimni, 10 yıldan aldırki resimni akab kösteyli verip atımız. Shunday. Biz aş pulni, ayadın nımqıgan pulga, aşında buzup çiçivetken pulga, aş pulga istihbaratni özümüzdeki yaşlarımızı yitildip, ya bu mesela çetelliklerini tatip, aşlar maaş verip işletsek mi? Aşlar maaş verip işletsin mi? Bana hemen Xitayga verip, nimaga berib, bizning vatanga berib, Sharq Turkistonga sayohat qilgach, bunda qanday ishlar bo'layotganini ashuna bir yushiram bir bundan qilib kelib, va baralaydi-ku nurg'un chetliklar sayohat qilib qolsa. To'g'ri. Ashunda istixborotlarni kengaygan narsani ma dunyoga, ma davlatga anglatsak yaxshi bo'ladi. Xitoyni o'tdaga rasmni ma akab Uyg'ur deb chiqarib olgan. Başqa chet-elning rasmini akab Uyg'ur deb chiqarib olgan. Va o'zimizni yomon qilamiz, yog'anchi millatga ma bu deydi. To'g'ri. Chiqdim bunimiz, chiqdim men to'rda yozayotdi. Men palonchi bunda bo'pti, men bunda to'rda izlaganman. Qozog'istonda bir ayol kallisini ketgan ayol bolasini o'tiribdi. Asli bu bosh ma'ni ekan to'q. Mana nimishqa Uyg'urlar bizniki Uyg'urlarni Xitoylar bunda qildi deb chiqildi uni. Ayada tiqotqini ruscha. Nimishqa unda deydi deb. Qarab turib tehmat qoldigan gap. To'g'ri. Unda qilmayli bu yog'anchilik bilan emas. Biz bu Xitoylarning o'zining o paskashligini yushasimi? Zaten buniki yog'anchiligini, paskashligini butun dunyo biladi. Shunday. Buni yushirib bulamaydi. Bu haqiqat, Sharq Turkistonni besib olganlik haqiqat. U yerda zulm bo'layotgan haqiqat, ulayotgan haqiqat, turmalarda yetayotgan, hattoki o'sha axborot organlari berib turmalarni rushini tortib akeldi-ku. Bu hammasi haqiqat. Biz buningga haqiqatning o'ttirgan yog'anchilikni singdirmayli. To'g'ri dedingiz. To'g'ri. Biz necha ming qanchalik pul topayli, million pul tepib ketayli. Mayli dağıtçılarımız olsun, haşametlik maşinlerimiz olsun, mayli tügümez pullarımız olsun. Hiç kimninki hayatının bir sekundiga kepilik kılamaydı. Hiç kim özünün hayatının bir sekundiga kepilik kılamaydı. Hiç kim gelip mankep miye diyemeydi. Ben senden 10 sekund artık yaşaymadım. Hiç kim diyemeydi bunu. Hemmimiz ölep gitimiz.
Ölüp ketsek o dünya pulumuzni, maşinimizni, ağın 2-3 xotunumuzni tam ep kirkitemeymiz. Kabirinin ostiga bittal ay raq bilan kirkitimiz o'rab qo'ygan. Buna Allah'ın aldıda buna hesabını berimiz. Oylaylı mani biz nimiş kıvattimiz da bu 5 vakt namaz okuyan kılı cennetke kirmeydi. Bunun perizi cip. Selamun aleyküm. Bunun dinini kovdun mu? Zakat verdin mu? Kerindaşını kovdun mu? Vetin bununki nimeleri cip. Avazım çıkvatamdı. Avazınız normal. Biraz ketip ağzı çıktı. Normal da olmuştu. Normal mı? Alo. Alo? Avazınız yaxşı. Ekran biraz ketip oldu. Hem de doğru. Yaxşı. Bununki hesabını berimiz Allah'a. Şununla unda bek pəxirlik etmeyli. O 2-4 dal pulga aldanıp ketmeyli. Ammanı ölüp gitimiz. Ma yaşlarımız nimiş kılımız bunun ki biz bunun ki nimiş kılışımız gerek. Çetelde Avrupa'da okuyatkan nurgun yaş ballarımız var. Kündecik emez 20 minut ne vatanınla üçün çıkırınla ayrınla. Nimiş gayresiyle bu 20 minut ne. Vatanda bunda bulavatır. İngilizce bilsiniz İngilizce, Almanca bilsiniz Almanca, Fransızca bilsiniz Fransızca. Her kıl tilda bunu yizip 20 minut vaktinizi çıkarıp başını yizip torgu paylaşaylı, torgu çıkaraylı. Vatan üçün bizden kıgan en çok hazır bizden başka koralımız yok aka kulumuzda. Vatanga koralıyla bana hedefle ketip uruş kığılıp olmaydı. Şimdi. Bizden hazır bir koralımız var. O koral ma tor dünyası. Tor dünyası bizim koralımız. Doğru. Biz dünyaya bu Doğu Şarkı Türkistan diyen devletini tanıtışımız gerek. Anlatışımız gerek. Dünya tanıkan dikken ma dünya kopap bunun avaz çıkmagan çağda o Xitayma toxtaydı. Biz hazır ya yani bir nimiye demedik. Biz aldı bile vatandaki qeyrindaşlarımızı zulümlü qağalarının açlarının zulümünü toxtaylı. Biz zulümünü toxtatqandan keyin bu Xitaylardan aldığan hesabımız cep aldı bile zulüm toxtsun. Aferin. Zulüm toxtağandan keyin onun kendinden aldırma bizim özümüzü birinci olup manada tüzük avaz çıkmaydı muşvila koygan çağda tıkım bekarak avaz çıkıdı. Şunun aldı bile özümüzge güç toplaşımız gerek. İktisat cihetten, marif cihetten, her xil cihetten özümüzü güçlendirişimiz gerek. Bir buluşumuz gerek, sizinle biz buluşumuz gerek. Şundak. Şu vakitte vatan buludu. Bu bizge yol başlığı için bir buluş gerek. Aramdan korkuttuğun, vatan suyar, fidakar, yıkılıp düşse yıkıldım deme yana tik durup mağalaydığı adam basa bizim bişimiz uludu. Biz akıdıpa ölsek biz ölümüz, anı biz qoğdayımız. Aşında boğa vakitte vatanı vatan kılardayımız. Hazır iştim kılmay, vatan davasını kılıverip Şarkı Türkistan ab oldu, mav oldu, vatanımızı azat kıtpa degenge hiç kim azat kıtpamaydı bu vatanını. Şundak. Hiç kim Amerika olsun, belli nemili olsun, hiç kim kelip vatanında bundan zulüm boptu, ben azat kıtpere edip demeydi. O vatanını iyiliş için kan veriş gerek. Candan keçiş gerek, maldan keçiş gerek, hem neslinin keşke vakitte vatanga erişeleymiz. Hazır vatanda 3 milyondan 5 milyon kişi adam türmede yetivatıda davatımız. Eğer de aç türmede yetiştiğin ornuğa 1 milyon adam aç cenimizden keşken bolsak, da bizge yakın kilometre. Kaç kaldı mı? Yak. Nayt normal fikir. Nayt obdan. Normal. 2 saat yakın. Hürmetli kardeşim fikrim. Alo. Çıktım. Anlamadım siz? Anladınız mı? Alo? Kaç kaldı mı? Alo sizin avazınız çıkmaydı o. Hem de çö. Hem de çıktı. Abat yak gepim toxtap kaldı mı? Yak toktap kaldı. Nayt toluk çıktı. Hazır tekrar. Şarkı Türkistanlık aziz kırındaşlar, ikra aldık ki sizlerin kıraatın Dünya Kurultayı tarafından başkılıvatkan Tor televiziyasındaki yaştan biri Nakmaydan söhbeti biz hazır bizden Türkiye'deki fidakar oğlanlarımızdan
Hozir Turkiyaning Aydın viloyatida Uyg'ur davosini, Sharq Turkiston davosini oldiman deb bu yerda faoliyat olib berayotgan Erishdin Erkin inimiz bilan bu yerda biz suhbat olib beryapmiz va nihoyatda chiroyli yurak so'zlarni o'tirib qo'ydi. Yoshlarimizga nihoyat go'zal tilaklarni ba'di birlik ittifoqlikning naqadar muhim ekanligini biz fidokorlik ko'rsatmay turib hech bir natijaga erishamaydiganligimizni qayta ta'kidlab o'tdi va texmi muhimi hammamiz alayda diqqat qilish tegishli bir nuqtani o'tirib qo'ydi va bu bizni andishaga solayotgan, chunki bizning Xitoyning bizga solayotgan zulmi isbotlaydigan yetarlik bu resimlar yetarlik bor qo'limizda. Bunda bir sharoitning o'zida bu davlatning bilan munosabati yo'q resimlarni, videolarni ishlatishning bir ahamiyati yo'q. Bu o'zimizning davosining obraziga ziyon yetkazamiz. Erishni yenimiz degandek biz bunga favqulodda butun dunyoning qaysi faoliyat berayotgan tashkilotlar bo'lsin, siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, shaxslar bo'layli. Bu erishni yenimiz degandek bu nuqtada diqqat qilishimiz kerakki, hargiz o'zimiz %100 ishonmagan, bilmagan ba'zi resim, video, filmlarni bu yerda qandaqdir dalil isbotida ko'rsatmaylikki, bu bizning da'voyimizningki ishonchlik darajasini acizlaştırdı xalqarada o'zimiz turayotgan davlatlarda bu nuqtaga diqqat qilish kerak. Buning uchun biz Erishin yendimizga bu tavsiyasi uchun tekrar minnatdorligimizni bildiramiz aziz qarindoshlar. Shuning biz bugungi yoshlarning bir suhbat programmasini Erishin Erkin inimiz bilan olib borgan suhbatimizni vaqt munosabati bilan biz mishada oxirlashtiramiz. Hozir Erishin Erkin inimiz davomli Turkiyaning shu yerlik saylan prosesidan foydalanib turib bütün vilayetlarda bu bana hazır bir ayın artık vakittin bu yan bu Şarkı Türkistan halkının yürek sazasını anlatımen de vilayet naimi aylanıp yürüdü. Biz inşallah biz pat yakında Erishin Erkin inimizden ait köp yürek sözleri var. Elbette biz anlaydıgan bunun dikin yana bir söhbet ötküzümüz inşallah. Erishin Fukam sizge alaydı. Rahmet sizin çalışıp koyduk. Bay ettiğinde siz faaliyette jığında şundaktı mı? Nayet yaxshi bir jasorat bilan bugun faoliyatimiz qatnashmadingiz bilan nayet obdan fikrlarni qildingiz, nayet xursand qildingiz, hammamizni mamnun qildingiz. Shu faoliyatingizga, safaringizga aq yo'l tilayman ukam. Dunyo Uyg'ur qurultiyi institutimizda har zaman sizga o'xshash yoshlarimizningki yanada va Allah razı olsun aka. ifoda qilmoqchi. Allah razı olsun. Sizlarga deydigan bir og'iz gapim eng oxirgi. Xo'sh. Allah razı olsun. Qarindoshlarimiz mushu oldi septik olsun, oxir septik olsun, vatan uchun ish qilayotgan, xizmat qilayotgan qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Ammo hargiz burunqi xatolikni endi qilmayli, hammamiz bir bo'layli, bir yerga kelayli. Inshaalloh cho'qim bundan bir natija olib chiqa olamiz. Bir odamning ovozidan bir odam vaqasa tuzuk ovoz chiqmaydi, ammo 10 odam tang vaqtda buning ovozi xil yerga boradi. Shuning uchun bir bo'layli, biz bo'layli. Allah kalırsa etsin belki Allah. Sebebini biz kılımız. İnşallah. Mağfika bunda olsa hayır hoş. Fukam keyin qatımlıq programımızı görüşeyle. Assalamu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Sizlarning ko'rayotganingiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan boshqarilayotgan To'g'ri televiziyasininki bugungi yoshlarning bir nahmadan suhbat programmasi. Aziz qarindoshlar, bayam deb o'tdim. Biz boya Türkiye'de aktif faoliyat olib berayotgan bizning yosh siyosiy faoliyatchilarimizdan, aktivistlarimizdan Erishin Erkin inimizden sohbet etmedik. İnşallah bunun dinkimde elbette inimizden başka temalar hakkında mı, onun başka faaliyetleri hakkında, başka göz karıştırı, dünya karşı hakkında mı sohbet ötküzüştür. İşimiz az arkadaşlar, biz hazır kadar bazı teknik sebeplerden, çünkü biz sınav tarikisi yeni başladık, Dünya Uyg'ur Qurultiyu'nun To'g'ri televiziyasini. Şunun için biz Nahmaydan programmasını, yani meninki Ferhat Muhammed ve yoki Ferhat Turanqash'ninki şahsiy sayfasi orqali anlatib kelgan hozirgacha bugun mana shu programmadan boshlab biz bundan keyin Nahmaydan programmamizni Dunyo Uyg'ur Qurultiyininki Facebook sayfasi orqali Nahmaydandan buni ko'ra olasizlar. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi deb yozsangiz chiqadi zaten. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi, yana bir eslatib qo'yay, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi. Bu Dunyo Qurultiyininki Facebook sayfasi ham YouTube kiribmi? Bizning bütün programlarimizni YouTube'da Uyg'ur Kongress va yoki Dunyo Uyg'ur Qurultiyi deb izlasanlar derhal bizning Dunyo Uyg'ur Qurultiyininki To'g'ri televiziyasininki bütün programlarını ko'ra olasizlar. Aziz qarindoshlar, biz bugungi suhbat programmamizningki bu bölümünü mishada oxirlashtiraylik. Biz yana bir yarım soatdan keyin taxminan biz bu yerda sizlarga ma'lum hozir Dunyo Uyg'ur Qurultiyininki raisi
Dolqun Aysa efendim bilen Kulti'nin sabık Mao reisi ve hazırki aktif faaliyet yapıyotgan İlhan Toqti inisiyatif grubuninki reisi Enver efendim bilen bu bir hafta burun bu haftanın 5'inden başlap Avrupa Komisyonu'nda Avrupa Parlamento'da ciddi bir yürüyüş faaliyetlerini yapılan ve aslında bu Avrupa Parlamento ve Avrupa Komisyonu'nda bu bir haftanın yapılan faaliyetlerinin etrafında malumatı yıkılış için biz birazdan keyin bu Dolqun Aysa efendim bilen Brüksel'ge bağlan Enver efendim bilen biz naq meydan söhbeti ötküzmekçi yana tahminen 20 saatdan keyin yana görüşeceğiz qarindaşlar. Hayır hoş.